Alish, qizchamga zapalib qoldim, boshlarda ko'rib qoldim, meni qutqar. Любой temadan chiqib ketadiganlar haqida. Alo. Sinim yaxshimisiz? Yaqinda tog'amni berib qo'ydik. O'shanga yetim qolgan qizi bor edi, buni xizmatini qilib yuradi. O'shanga 1-2 kun bezovta qilmay turasiz, bizning janozamiz bor edi. Xo'p, rahmat sinim. Yo'q, xizmat, yo'q, rahmat. Sanda hozir. Rat yomon baquvvat ekan-a. Shuni aytaman-da, biz ham zalga borishimiz kerak. Yur so'raymiz qachon qatnayotgan. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Oshni zo'rini qayta tayyorlaydi. Oshir. Chiqan. Kimga so'kyapsan? Akam bo'ladi meni. Sizning akangiz emas, 10-chi raqamli deb so'kyapti bu. 10-chi raqamdagi ukam bo'ladi. Ha, oilaviy chiqqan ekansizlarda, bo'lsan. Ha, talpa kelyapti. Baba. Voy bola. O'ynamaysanmi? Yo'q, maka dadam jo'reldi. Dadangga o'zim javob beraman. Bor o'ynaver. Javobmi? Javob. Bo'ldi. Chop. Hadi aka. Alo. Men senga 100 marta aytgan edim. Nimaga chiqding? Men bas bitta maka. Juda bir begona amakilar mahallada ko'payib ketdi. Men bunga 100 marta aytdim, men ham jiqilasan, dadangga qulog'ingga gapirmaydi san bilan. Men o'sha amakilarni hozir. Qachongacha indamaysan bu boshliqqa? Qachongacha oylikni ko'tarmasa, ish. Jicha 2 minut kech qolsang tamom, shtraf yozadi. Oylikdan 40 o'ra. Qachongacha bunday holat bo'lishi mumkin? Savol, bunaqa boshliq yer yuzida bormi? Yo'q. Faqat hokim poyini olib, paypog'ini qaynatib, suvini ichish kerak bunaqa boshliqni.